Assalomu alaykum. Bugun 9-mart. Mujkat yo'lga materiallarni kestirib keldim listdan. Xudo xohlasa endi yasaymiz. Vaqtimiz bo'lganda yasab qo'yamiz. Mana otgan list 9 kvadrat listdan lazerga solovdim. Mana shunaqa kusoy chiqdi. Bir 70-80 bir kvadrat yetmaydi, shunaqa sotik deylarmi? Shunaqa yetmay qoladi. Yangi oldim. Kusoylar. Ular ham ishlaydi. Ko'ramiz qanchada yasab bo'laman ekan. Vaqt bo'lganda yasaymiz endi. Bu ertaga ishga chiqib ketamiz, xudo xolasa, xudo nasib.